Xo'sh, chodir yirtilmaganga o'xshaydi va butunlay yangi, ya'ni men uni o'zim bilan sayohatga olib ketishim mumkin. Shuningdek, men zaxira uxlash xaltasini ham oldim va boshqa barcha narsalarni o'zim bilan olib keldim. Xo'p, endi men tayyorman. Xo'sh, hammaga salom. Mening ismim Kompot va yangi videomga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bugun emas, ertaga men sayohatga ketyapman. Shunchaki har qanday sayohat emas, balki ekstremal sayohat. Ko'rib turganingizdek, men bu sarguzashtlarga to'la sayohat uchun odatda kerak bo'ladigandan ko'proq narsalarni yig'dim. Men issiq quloq kiyimlar, bir nechta ishonchli zajigalka, ko'p miqdorda toza suv, ko'p miqdorda to'yimli ovqat va yaxshi jihozlangan birinchi yordam to'plamini olib keldim. Chunki men eng qalin, eng otish, qiyin, eng chekka, eng shamolli va eng yomg'irli o'rmonga ketyapman. U ham juda baland. Siz shunchaki o'ylayapsizmi, men tog'ning eng cho'qqisiga, ya'ni tog'ning tikka bo'lgan yonbag'riga ketyapman. Aytgancha, men o'zim bilan bir nechta alpinizm jihozlarini ham olib kelishim kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, bu sayohat juda ham qiziqarli bo'lishini va'da qilaman va men yolg'iz ketyapman. Men shunchaki issiq, shinam qishloq temirchilik uyimdan jim tura olmayman. Yo'q, men biron bir o'rmonda sayr qilishim kerak. Xo'p, mayli. Kerakli hamma narsani yig'ib olganimni 2 marta tekshirdim. Xo'sh, hammasi tayyor. Salom Kompot, bu yerda nimalar qilyapsiz? Salom qishloqdoshlar, men sayrga tayyorlanyapman. Ha, Kompot, meni kuldirma. Sen aqlni oldingmi? Uyni 2 qadam narida lager qurishga qaror qildingmi? Yo'q, qishloqdoshlar, sizlar tushunmayapsizlar. Sayohat bu yerda bo'lmaydi. Men shunchaki o'zimga kerakli narsalarni tekshiryapman. Ha, Kompot, unda sen qayerga ketyapsan? O'rmongami? Ha, qishloqdoshlar, lekin bu o'rmonga emas, u o'rmonga ham emas, balki eng qalin, eng yomg'irli va eng ekstremal va eng shamolli o'rmonga. Nimalar deyapsan Kompot? Sen hozir jiddiy gapiryapsanmi? Men bu juda qiziqarli bo'lishiga ishonaman. Ha, albatta, bu juda ham qiziqarli sayohat bo'ladi. Biz toshlarga chiqamiz, o'rmonlar orasidan o'tamiz. Xulosa qilib aytganda, bu juda ham ajoyib bo'ladi. Men sen bilan bormoqchiman. Men ham, mayli. Men ham sizlar bilan boraman. Hey, qishloqdoshlar, sizlar rostdan gapiryapsizlarmi? Iltimos, meni kuldirmanglar. Bu yerda bir daqiqa ham chiday olmaysizlar. Hey, Kompot, nima demoqchisan? Men juda ham chidamliman. Bir safar barmog'imga og'riqli bir parcha tiqilib qoldi va men umuman yig'lamadim ham. Ha, men ham chidamliman. Menga bir safar buvim bankadagi tuzlangan modelingni ochib berdi. Men uni hech qanday yordamsiz o'zim ochdim. Kompot, men esa bir safar o'zim onamsiz klinikaga yolg'iz bordim. Bolalar, men sizlar uchun juda xursandman, lekin bu ekstremal sayohat uchun yetarli emas. Hey, bu adolatdan emas, bu hisobga olinmaydi. Bolalar, men sizni u yerda adashib qolishingizni istamayman va keyin men sizni kuzatib turishim kerak bo'ladi. Sayohat menga juda ham qiyin bo'ladi. Yo'q, sen bizni kuzatib turishing shart emas. Biz o'z ishimizda professionalmiz. Yo'q, bolalar, bunday sayohatga chiqish uchun siz maxsus tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Xo'sh, bu men haqim. Yo'q, bu men haqimda. Aslida bu men haqimda. Kompot, shunchaki o'ylab ko'r. Kuchli shamolda qanday qilib o'zing yolg'iz chodir tikasan? Shamol uni shunchaki uchirib yuboradi. Va men sizda juda ko'p narsalar borligini ko'ryapman. Bularning hammasini yolg'iz qanday ko'tarasiz? Xo'sh, aslida bolalar, siz haqsiz. Bilasizmi, menga sayohatda yurishim uchun yordamchi kerak bo'ladi, lekin faqat bitta. Yo'q, bu men. Bo'ldi, bolalar, tinchlaning. Yuqorida aytganimdek, men bilan piyoda sayohatga chiqadigan odam maxsus ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun bugun men test o'tkazaman. Mana natijalarga asoslanib, qaysi bola men bilan piyoda sayohatga borishni hal qilaman. Tayyormisiz? Ko'rasan Kompot, men hammasini yengaman. Jigardan keyin aholiga quloq solmang. Men siz bilan piyoda sayohatga chiqaman. Ha, bu bolalar juda sodda. Xo'sh bolalar, hech qayerga ketib qolmasdan meni shu yerda kutib turing. Men hozir qaytib kelaman. 5 soniya. Bolalar, menga zudlik bilan sizning yordamingiz kerak. Ular uchun qandaysini o'ylab topishim kerak? Jiddiycha aytsam, agar o'ylab tursangiz, agar odam ekstremal sayohatga chiqsa, qanday ko'nikmalarga ega bo'lish kerak? Xo'sh, ehtimol ular professional ravishda arqon bog'lay olish kerak. Ular shuningdek chodir tikishda ham mohir bo'lishlari va gulxan yoqishlarini bilish kerak. Aytgancha, bu yaxshi fikr. Chodirlar, men allaqachon aholining birinchi sinovi uchun g'oya o'ylab topganman. Xo'p aholi, menga ergashinglar. Xo'p aholi, biz hozir o'rmondamiz. Sizning vazifangiz qo'lingizdan kelgan barcha materiallarni topib, qandaydir boshpana qurish. Bolalar, shuningiz degan umiddaman. Demak, biz hozir shu yerda chodirlar qurishimiz kerak. Ha, aynan shunday. Tasavvur qiling, tashqarida juda shamolli va kuchli yomg'ir yog'yapti. Har biringiz boshpana qurishingiz kerak. Kim eng yaxshisini qursa, o'sha g'alaba qozonadi. Bundan osonroq bo'lishi mumkin emas. Qani boshladik. Xo'p, 3 kishi sanaganimdan keyin boshlashingiz mumkin. 1, 2, 3. Vaqt ketdi. Xo'p, shunday qilib bolalar o'zlarining boshpanalarini qurishni boshladilar. Qiziq, kim eng yaxshi chodirga ega bo'ladi? Keling, birozdan keyin qayta ko'rib chiqamiz. Xo'sh, vaqt tugadi. Ajoyib, keling, aholi nimalar yasaganini ko'rib chiqaylik. Ular qanday boshpanalar va chodirlarni o'ylab topishganini ko'rishga qiziqaman. Oho, keling, hozir bizda nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Hey, nimalar bo'lyapti? Hey, nimalar bo'lyapti? Bu nima bo'lishi mumkin? Men shunchaki tushunmayapman. Hey, tinglang. Iltimos, menga tushuntirib bering, bu yerda nimalar bo'lyapti? Voy tot, nimalar bo'lyapti? Bu qanday boshpana? Hey, oq kiyimli bola, men yo'qligimda bu yerda nima bo'lganini aytib bera olasanmi?
Nima, hech narsa. Biz shunchaki chodirlarimizni qurayotgan edik, Kompot. Unda bu ulkan osmono'par bino qayerdan paydo bo'ldi va sizning chodiringiz qayerda? Nima demoqchisan, Kompot? Aslida bu mening chodirim. Nima? Bu sening chodiringmi? Ha, Kompot, bu yomg'irdan, sovuqdan va kuchli shamoldan himoya qilish uchun mening ichkarida hamma narsa qanday joylashtirilganini ko'rsataman. Bir soniya kuting. Bu sizning chodiringiz qanday bo'lishi mumkin emas. Bu qandaydir ulkan osmono'par bino. Hey, aytyapman-ku, bu chodir. Xo'p, men atigi 20 minut yo'q bo'lganimda siz bularni qurganman demoqchimisiz? Ha, buni nimasi qiyin? Men shunchaki kvarts qazib oldim va shishani eritib yubordim. Yo'q, men bunga ishonolmayapman, bolalar. Bu haqiqatdan ham ulkan osmono'par bino. Aytmoqchi, boshqa bolalar qayerda? Kompot, bilmayman, ular ham shu yerda chodirlarni qurishayotgan edi. Sen ulkan osmono'par binoing bilan hamma joyni egallab olding. Hey, bolalar, qayerdasizlar? Opa, mana jigarrang kiyimdagi bola. Ha, Kompot, meni chodirimni ko'rib chiqing. Aytgancha, bu aslida sizning osmono'par binoyingizdan ko'ra chodirga o'xshaydi. Siz bu chodir mening osmono'par binoimdan yaxshiroq demoqchisiz? Ha, mening chodirimni o'rnatish osonroq va qiynalmaysiz. Xo'sh, avval unga bir nazar tashlaylik. Xo'sh, bu yerda qanday qiziqarli narsalar bor? Voy, oyoqlaringizni isitish uchun gilam. Xo'p, mayli, unda eshiting. Rostini aytsam, bu yaxshi chodir. Ha, men uni tom ma'noda 2 daqiqada yasadim. Qo'ylarning junini qirdim, mato jun to'qidim va tamom. Xo'sh, ha, buni ulkan osmono'par binodan qurish osonroq. Lekin albatta uni qilgan ishi hurmatga loyiq. Kompot, bu yoqqa kel. Nega u bunchalik uzoqqa ketdi? Binafsha rangdagi qishloq bolasi qayerda? Ha, bo'ldi, mana u. Ey bola, bu nima? Menga tushuntirib berchi. Xo'sh, Kompot, bu yer mening boshpanam. To'xta. Sen buni rostdan ham boshpana deysanmi? Rostini aytsam, men chodir yasashga harakat qildim, lekin u ish bermadi. Shunday qilib men shunchaki chuqur qazidim. Rostdan va sen yerni toshdan qildingmi? Oyoqlaring muzlab qolishini bilasanmi? Xo'sh, men o'zimga gilamdan uxlash xaltasi yasab oldim. Sen baribir unda ham muzlab qolasan. Bu yerda adyol yoki boshqa narsa yo'q. Kompot, shoshma, meni bu yerda sham isitib turadi. Ha, nima deyishni ham bilmayman. Men gapira olmayapman, shunchaki his-tuyg'ular. Yo'q, bu boshpana aslida unchalik yaxshi emas. Agar yomg'ir yog'sa, yer shunchaki ustingizga qulab tushadi. Bu achinarli, men harakat qilgan edim. Xo'sh, Kompot, sen bilan kim sayohatga boradi, kim? Rostini aytsam, men ham bilmayman. Har kimning chodiri har xil sifatda. Nima deyishni ham bilmayman. Menda bir fikr bor. Sizga oxirgi vazifani beraman. Qanaqa vazifa, Kompot? Sizlarning barchangiz chodirlar bilan juda yaxshi ishladingiz, lekin savol shundaki, siz gulxan yoqishni uddalay olasizmi? Chunki men bilan ekstremal sayohatga borishni istagan har bir kishi albatta gulxan yoqishni bilish kerak. Xo'sh, men buni albatta uddalay olaman. Xo'sh, birinchi bo'lib jigarrang kiyimdagi qishloq aholisi sinab ko'radi. Qarang, sizning vazifangiz shunchaki shu yog'och, shu tayoq va shu toshdan foydalanib gulxan yoqishingiz. Xo'p, bo'ldi, urinib ko'ramiz. Xo'sh, toshni shu tayoqni olamiz. Mana boshladik. Ishqalaymiz. Bo'ldi, men olov yoqdim. Men buni qildim. Voy, bu ajoyib, juda ham tez. Taymerni ishga tushirishga ham vaqtim yo'q edi. Kompot, men buni undan ham tezroq qilaman. Xo'sh, qishloqdosh, unda tezroq olov yoqishga harakat qil. Mana menda sen uchun ham xuddi shunday to'plamlar bor. Bir urinib ko'r. Muammo yo'q, men hozir sening uchun tayyorlab qo'yaman. Bir zumni shu yerni to'sib qo'ying va ketdik. Asosan shu. Hatto 2 ta gulxan yoqdim. Nima? Men doim seni qilgan ishlaringdan hayron qolaman. Voy, sen uni qayerdan olding? Men uni hozirgina yasaganman. Bu adolatdan emas. Senga uji sayohatga borishing shart emas. Sen oyga uchishing kerak. Afsuski, men kecha u yerda edim. Bolalar, siz ko'rsatayotgan bu narsalarning barchasi qiziq emas. Men eng yaxshi, eng e'tibor va eng katta gulxanni yasayman. Xo'sh, qanday qilishingni ko'rsatchi. Oq kiyimli boladan va jigarrang kiyimli boladan yaxshiroq natija ko'rsata olasanmi? Albatta, men ularning barchasini yengaman. Tadam! Ha, xo'sh, balki biroz oshirib yuborgandirman, lekin baribir gulxan, to'g'rimi? Kompot, senga yoqdimi, Kompot? Kompot, endi men sen bilan sayohatga borsam bo'ladimi? Qishloqdosh, sen вообще-то sen butun qishloqni yoqib yubording. Nima qilganingni qara. Buni qanday qilding? Qanday qilib? Men gugurt oldim, zajgalka oldim, benzin oldim. Davom etma, qishloqdosh, davom et. Etma, bo'ldi, jim bo'l. O't o'chiruvchilar qayerda? Ular qishloqni o'tini o'chirishmoqda. Kompot, hech qanday holatda ham binafsha rangdagi bolani sayohatga olib chiqmasligingiz kerak. Voy, nima uchun? Yo'q. Men bu borada barchangizga to'liq qo'shilaman. Bilasizmi nima? Men bilan kim lagerga borishini hal qildim. Bu men bo'lsam kerak, to'g'rimi? Yo'q, bor sen, ket. Hey, senda ajoyib qobiliyatlar bor. Davay, u qobiliyatlarni shu yerda ishlat. U yong'inni o'chir qishloqdagi. Lekin men juda ham sayrga borishni xohlardim. Va men bilan birga sayohatga boradigan odam bu sensan. Ha, urra, men buni bilardim, urra. Men lagerga borishni juda xohlardim, lekin nega u? Men shunchaki tushunmayapman. Menda super chodir bor edi, menda juda ajoyib gulxan bor edi. Ha, lekin bularning barchasi sizda mavjud bo'lgan super texnologiyalar tufayli. Agar sizda ular bo'lmagandachi? Xo'sh, men ularni o'zim bilan sayohatga olib ketardim. Ishoning, ular sizning sumkangizga sig'maydi. Aynan shuning uchun jigarrang rangdagi qishloqdosh men bilan sayohatga ketmoqda. Chunki u yovvoyi tabiatga moslashishda eng zo'ri.
Ha, men qo'limda bo'lgan har qanday materialdan har qanday chodir yasay olaman. Men atrofdagi narsalardan tezda gulxonni yoqa olaman. Unga hech qanday qurilish uskunasi yoki o't o'chirgich kerak emas. Xo'sh, aslida kompot, sen haqsan. Jigarrang qishloqdosh aholisi, haqli g'alabangiz bilan tabriklayman. Katta rahmat. Ura kompot, qachon sayohatga boraman? Qishloqdagi yong'inni o'chirgandan keyin nega shunchaki shu yerda turib? Xo'sh bolalar, biz o't o'chiruvchilarga yordam berish uchun jo'nadik. Biz qishloqni o'chirishimiz kerak. Bugun jigarrang qishloqdosh g'alaba qozondi. Ertaga men u bilan lagerga boraman. Buni binafsha rangdagi qishloqdosh bekor qildi-da. Endi men buni o'chirishim kerak. Buni o'chirganimdan keyingina ketaman. Hammaga xayr.